Bojxona qo'mitasida Jahon bojxona tashkiloti ekspertlari ishtirokida strategik rejalashtirish va islohotlarni boshqarish yo'nalishida seminar bo'lib o'tdi. Tadbir Jahon bojxona tashkiloti va Shveysariya iqtisodiy kotibiyatining savdoni qo'llab-quvvatlash global dasturi doirasida tashkil qilindi. Mavzu muxbirimiz davom ettiradi. Bojxona qo'mitasida Jahon bojxona tashkiloti ekspertlari ishtirokida strategik rejalashtirish va islohotlarni boshqarish yo'nalishida seminar bo'lib o'tdi. Tadbir Jahon bojxona tashkiloti va Shveysariya iqtisodiy kotibiyatining savdoni qo'llab-quvvatlash global dasturi ikkinchi bosqichi doirasida tashkil qilindi. Seminar avvalida bojxona qo'mitasida mashg'ulotlarni o'tish uchun yurtimizga tashrif buyurgan Jahon bojxona tashkilotining xalqaro darajadagi ekspertlari Luis Montana va Maka Xvalidze bilan uchrashuv o'tkazildi. Tadbirda so'nggi 3 yilda bojxona organlarida strategik ahamiyatga ega islohotlar amalga oshirilayotgani va ularning samaradorligini baholash har jihatdan muhim ekanligi ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish va bojxona ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025 yil 25 martdagi qarori bilan bojxona organlarining o'ziga yuklangan vazifalarga muvofiq bajaradigan funksiyalari qatorida Jahon bojxona tashkilotining standartlari hamda tavsiyalarini tahlil qilgan holda bojxona ishini rivojlantirish va takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqish ham belgilangan. Qaror ijrosini ta'minlash bilan bir qatorda ushbu seminar unda qatnashayotgan 40 nafarga yaqin bojxona xodimlarining strategik rejalashtirish sohasidagi bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish, ularni zamonaviy yondashuvlar asosida strategiyalar ishlab chiqish va bojxona tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini baholash bo'yicha bilim va malakalarni oshirishga ham xizmat qilmoqda. Shuningdek, amalga oshirilayotgan islohotlarni davlat siyosatining maqsadlariga muvofiqligi nuqtai nazaridan tahlil qilish, mavjud kamchiliklarni aniqlash, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish hamda bojxona organlari faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha yo'l xaritalarini tuzish borasidagi ko'nikmalarni rivojlantirishga ham e'tibor qaratilgan. Seminar bojxona sohasidagi islohotlarni boshqarishning barqaror, oshkora va samarali modelini shakllantirishga xizmat qiladi.